Hormiylar, assalomu alaykum. Tadbirkor uka, opa singillarimiz, bu asfalti bor bo'lgan ko'cha. Mana bitta ishlab chiqarish uchun nejiloy joy sotiladi. Hozir o'sha joyga kirib ko'rsataman. Bu joyning plyuslari, minuslarini aytib o'taman. Kattagina joy. Bemalol fura kelib, razvorot, pavorot qilib, kirib, ishlab, yuklarni ortib tushirib ketsa bo'ladi. Bu ana shu teplitsani oldi devor. Mana bu devor. Bu devor hozir sizlarga aytaman 35 metr mana. Mana shu shlaka blokdan. Roki. Mana shu shlaka blokdan ana teplitsagacha 35 metr. Roki. Tak. Bunaqasiga 58 metr. Bu anti zdaniya joylashgan. Shunda zdaniyamiz podvali, birinchi etaji, ikkinchi etaji bor. Har bittasi 400 kvadratniy metrdan. Общий 1200 kvadratniy metr. Bemalol bu yerda mana shu zdaniyadan tashqari yana mamyolarda qurilish qilsanglar bo'ladi. Imkoniyat sharoiti bor, toza havosi, joy zo'r, hamma kommunikatsiyalari bor. Mabodo gaz, svet, suv, yana nimadir o'tkazaman deydigan bo'lsangiz, уже tayyor. O'zlarini liniyalari bor, o'zlarini gazlari bor, suv kanalizatsiyagacha bor. Bu joyni mabodo olganinglarda sizlar, endi sizlarga bitta tushuntirib ketaman. Bu joyni sotib olasiz hozir. Ijarachilar bor, $3000 ga yaqin ijara to'lashadi. Birinchidan o'sha plyus bo'ladi, ikkinchidan mana shunaqa katta joyga ega bo'lasiz. Ichkarisida отопление uchun italyanskiy kotel qo'yilgan. Hozir u videolarni ham ko'rsataman. Undan tashqari birinchi etajda, ikkinchi etajda hojatxonalari bor, kollektivlar uchun juda katta zallar. Hozir uni ham bitta ko'rsatib o'taman. Tak. Mana bu tomonda podvali. Selim. Bu joyni oldingiz, sotib oldingiz, srazu sizga passivniy dohod pul keltiradi. Undan tashqari bu joyni sotib oldingiz, gaz bilan, suv bilan, svet bilan, kanalizatsiya bilan va hokazolari bilan birga bog'liq kommunikatsiyalaringiz. Assalomu alaykum. Hormiylar. Shuni videoga oling. Tak. Bo'ldi. Hech qaysi biri kommunikatsiya bilan birga bog'liq bo'lgan problemangiz yo'q. Texnический ruxsatlari hammalari уже tayyor. Mana shunaqasiga uzun zdaniya. Undan tashqari hujjatlari joyida, hammasi tayyor, oldi-sotiga, oformleniyaga bemalol bugun sotib olsangiz bo'ladi. Imkon qadar naqdga sotiladi bu joy. Mabodo kreditga ham o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bu mana shu zabori. Joyning ichkarisidagi hamma videolarni hozir mana shu videoga ulab yuboraman, xudo xolasa. Selim joy zo'r. Olasiz, baraka topasiz. Tak. 20 sotidan ko'proq joyimiz. Bu hovlisi. Maksimum minimum ko'rsataman. U ana shu shlaka blok devor, chegara. Bu yoqda mana bu devor chegara. Ketdik. Podvali bilan birga 3 qavatli joy, bino. Jami bo'lib 1200 kvadratniy metr. Tak. Mana oshxona. Tak. O'sha hovli. Birinchi podvalga kiramiz hozir. Ishlab chiqarish uchun o'zlarining alohida liniya svetlari bor. Tak, podvalga yo'lay. Qo'shni bilan chegara mana shu devor. Mana bu yerda nimadir qursa bo'ladigan plashatka. Hozir uni ham tepadan ko'rsataman. Mana shu plashatka. Tak, podvalga ketdik. Bismillah. Tak, podvalning kengligi
Bu ana shu oxirigacha ko'rdinglar. Qaytardim. Xuddi shu ahvol. Xuddi shu. Mayli, o'sha yerdan chiqib kelamiz hozir. Tak. Pravda, bir qancha instrumentlar, narsalar turibdi. Devor bu mana. Mana devor. Hozir birinchi etajga chiqamiz, xudo xolasa. Tak, bu yoq tomondan chiqamiz. Bismillah. Bu birinchi qavat. Tak, mayli, birinchi mablag'larni ko'rsataman. Tak, ikkinchisi mana bu devor. Uchinchisi ketdik mana bunisiga. Tak. Xuddi boyagi holat. Mana yo'q. Yana bitta katta xona. Tak. Hojatxona. Vannasi. Birinchi podvalni ko'rsataman-da. Razdivalka. Как бы skladday foydalanib turishibdi. Mana bu yoqda qimmatli отопительный sistemasi. Italyanskiy Barretto degan turibdi. Svetini topolmadim, yoqmadim. Tepaga ulangan trubalari. Bu kotelni edi. Tak, endi birinchi qavatga chiqamiz podvaldan-da. Keyin ikkinchi qavatga chiqamiz. Mana endi ikkinchi qavat. Bismillah. Bu yerda ham xuddi o'sha katta sexni tepadagi ko'rinishi. Rosa katta joy. Tak. Biz videoga olayotganligimiz shu, ishchilar qochib turishdi. İşlarini to'xtatib, plus obedga ham chiqishdi va hokazo. Tak. Yana bitta katta xona. Bu ham hojatxona bo'lgan, как sklad foydalanishyapti. Lampochkasi bor, lekin svetini topolganim yo'q. Xullas. Bu ofis. Showroom. Rahbariyat o'tiradigan joy. Mijozlar keladi. Kutib olishadi. Taklif qilib, mana shu materiallardan tikilgan mahsulotlarni sotishadi. Tak. Yana bitta joy qoldi, o'shani ko'rsatamiz hozir. Tak. Ya bismillah. Bu obyektni ikki tomonga ko'chasi bor, ya'ni teplik. Oldi tomon haligi darvozasi va mana bu yoqda yana bitta ko'chaga chiqsa bo'ladigan eshigi. Tak. Mana shu obyekt.